Hey yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Fenzo va bugun hech kim yo'q, faqat bitta o'zim. Bugungi videomizda o'sha oldingi videolarimda bitta video chiqargan edim, comeback qilib Minecraft 1.15.10 versiyaga server ochib bo'ladigan Minecraft deb aytgan edim va server ochamiz degan edim va men ustida turdim bolalar. O'sha serverimizni ochganmiz va aktiv bo'lib turadi serverimiz. Xo'p, bugungi videomiz nima haqida? Shu serverga bugungi videomizda kirishni o'rgatib o'taman sizlarga batafsil va port IP larini va nikigacha o'zim yozib, ko'rsatib tushuntirib o'taman. Agar joylarga yaxshi o'rnashib, yeb ichishga narsalar olib kelgan bo'lsanglar, bo'lmasa bolalar, biz videoni boshladik. Sizlardan bitta narsa, faqat obuna bo'lib, like bosib qo'yish kerak. Bugungi videomizga ham 20 ta like kutib qolaman. Davay bolalar, unda videoni biz boshladik. Va mana shu joy bo'ladi. Friends degan joyga kiramiz va mana bu joyga bosamiz. Bosib IP adresimiz qanday yozamiz? IP adresga hammasi kichkinada va nuqtasi bilan yozilishi kerak. Hamma narsa yozayotganimda bir xil yozasizlar. robust.lemehost.com xato qilib qo'ymanglar bolalar. Mana ekranga ham chiqarib qo'ydim va IP 28438 adashmasam shunaqa. Va nomi Futurestars nomi va add server qilasizlar va menda server borligi uchun chiqmadi. O'zi mana shu Futurestars serveri va bu server sizlar chiqadi va onlayn bo'lganda bosasizlar va shu serverga locating serverdagi building terrain va don chiqadi. Men hozir o'zim serverim hozir offline bo'lsa kerak. Ko'ramiz. Serverim offline va bola bitta guruh ochamiz-da, o'sha guruhga yozasizlar va o'sha guruhda biz serverni открыть qilasizlar. Biz serverni открыть qilamiz va bemalol o'zlarining xohlagan narsalarni qurishlari mumkin. Xo'p, bola Futurestars Team serveri ochildi rasman. Mana IP hammasini yozib, ko'rsatib, o'rgatib o'tdim qanday kirishlarini. Xullas, hammaga sog' bo'linglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Bu videoga ham sizlardan 20 ta like kutaman. Davay bolalar, xayr, salomat bo'linglar.